Assalomu alaykum. Qadrli o'quvchilar, Xudo xolasa alkanlar olinishi qismini ko'rib chiqamiz sizlar bilan birga. 1854-yilda alkanlar birinchi vakil bo'lgan metanni Bertolot sintez qilgan. Tur 8 2 metanning xususiy olinish reaksiyasi hisoblanadi. Xo'p, endi ikkinchi reaksiya metanning xususiy olinish reaksiyalarida laboratoriyada olinishi birinchi bo'lib silika kislota tuzlariga ko'p ishqor ta'sir etganda metan va tuz hosil bo'ladi. Buni A reaksiya deylik. B reaksiya. Berilli karbidga suv ta'sir qilgan, gidroliz qilinganda berilli gidroksidi va metan hosil bo'ladi. To'g'ri. S reaksiya. Alyuminiy karbidga suv ta'sir ettirilganda alyuminiy gidroksidi va metan hosil bo'ladi. 3 4 12 va mana shu usul metanda toza holatda olishni bildiradi. Bu laboratoriya olinishi bo'lar ekan. Endi sizlar videoni to'xtatib reaksiya daftariga ko'chirib olishni tavsiya beramiz. Men o'tkazib ketaman vaqtdan unumli foydalangan holatda. Xo'p, endi uchinchisi sanoatda olinishi. Sanoatda qanday olinsa, toshko'mirdan, neftdan, tabiiy gazdan olinadi va undan tashqari suv gazidan ham sintez qilinadi. Endi to'rtinchi reaksiyamiz bo'lsa, bu endi reaksiya metanning gomologlari uchun hisoblanadi. Ya'ni metanning kimyoviy общий metan yoki etan umuman alkanlar olish reaksiyasi hisoblanadi. Is gaziga vodorod ta'sir ettirib SnH2 endi is gaziga 2N plus bitta vodorod mana bu yerda endi suv ajrab chiqadi. Fisher-Tropsch usuli. Yirik mana bu yerda N ning qiymatini 2 oladigan bo'lsak, N qiymati 2. 2 ga 2 4, 4 ga bo'lsa qo'ysak 5 mol vodorod. Endi qiymati 2 oldim, demak S2 H6 etan. Va entadan enta suv hosil bo'ladi. Bizda endi qiymati 2 mi? 2 mol suv hosil bo'ladi deyishimiz mumkin. Bu to'rtinchi reaksiya. Fisher-Tropsch usuli. Xo'p. Beshinchi reaksiyamiz SnH2n vodorod ta'sir ettirilib SnH2n+2 olinish reaksiyasi. Ya'ni ushbu reaksiya alken, metan deb qo'yib, alkenlarni gidrogenlab alkan olish usuli. Ya'ni bu usul Sabatier reaksiyasi deb ataladi. Ya'ni mana bu yerda N ning qiymati 3 deb olsak, SH6 1 mol vodorod S3H8 propilendan propan olish usuli bo'ladi. 6-chi usul bu ham umumiy holatdagi formulasi SnH2n gidrogenlar. Faqat endi gidrogenlar aytadiki, bu moddamiz bundan farqlanadi. Bu sikloalkanlar hisoblanadi. Sikloalkanlarda ham gidrogenlar SnH2n+2
olish mumkin. Demak, mana bu yerda endi nima to'g'ri. Yani siklobutan. Qadr tasavvur uzilib, uzilgan joylariga vodorod birikib qoladi. Butan hosil bo'ladi. Sikloalkanlarni gidrogenlar alkan olish usuli hisoblanar ekan. O'tkazib yuboraman. 7-chi olish usuli. 7-chi olish usuli SnH2n-2. 2 mol vodorod ta'sir ettirilib SnH2n-2. Bular endi inlar, ya'ni nima? In degani alkinlarni gidrogenlar alkan olish usuli. Asetin yoki etin 2 mol vodorod ta'sirida SH3 ya'ni etan olish usuli hisoblanadi. 8-chi usul SnH2n-2. Qarasada formula bor, lekin boshqa bo'ldi. Bunda ham 2 mol vodorod ta'sir ettirib SnH2n+2 ya'ni alkan olish usuli. Buni farqi nima deyiladi desa, bular enlar. Ya'ni ikkita qo'shbog'li birikmalar. Dedik. Propatchen yoki alen G. 2 mol vodorod ta'sir ettiradigan bo'lsak SH3, SH2, SH3. Ya'ni propan olish usuli hisoblanar ekan. Xo'p, yana davom etamiz. 9-chi usul. Fisher-Tropsch o'xshagan usul. 2n vodorod ta'sir ettiriladi. SnH2n va mana bu yerda n mol karbonat angidrid. Mana bu yerga endi n desak to'g'ri bo'lsa kerak, adashadigan bo'lsak. Mana ko'ramiz. Hop, mana bu yerda n qiymatini 2 olsak 2 ga 2 4. N qiymatini 2 olib 2 ga qo'shsak 3. Shu yerda n qiymatini 2 ga qo'shsak S2H6. N qiymati 2 olgan uchun 2 ta karbonat angidridni to'g'ri ko'ramiz. Uglerod soni tomoni 4 ta, 2 ta 4 ta, kislorod soni 2 ta, kislorod soni 4 ta, tomoni 4 ta degan. Vodorod 6 ta, vodorod 6 ta. Mana shunday shaklda yarash kerak. Xo'p, bu ham endi anisha alkanlarda olish usuli hisoblanadi ekan. 10-chi usul SnH2n+1. Galagidlarga vodorod ta'sir ettirilganda SnH2n+2 vodorod galagid hosil bo'ladi. Dedik S2H5 etil xlorid. Etil xloridga vodorod ta'sir ettirilgan bo'lsak S2H6 vodorod xlorid hosil bo'lar ekan. Mana shu monogalagid alkanlarga vodorod ta'sir ettirib alkan olish usuli hisoblanar ekan. Hop, bu 10-chi usuldir. 11-chi usul SnH2n+1 galagidlarga vodorod yodid reaksiyasi. Bunda nima bo'ladi desa, mana bu galagid vodorod bilan SnH2n+2 galagid. Shunga chiqadi, mana ikki qo'shishimiz kerak. Ya'ni S3H7 lo deydigan bo'lsa, vodorod yodidning ikki nuqtasida S3H8 vodorod xlorid hosil bo'ladi. Termalkanlarda 11-olmish
usuli. 12. SN H2N plus 1 kislota. Monokarbon kislotalarga ortiqcha miqdorda ishqor ta'sir ettirilganda ham alkan olish mumkin. Agar bitta yetarli miqdorda bir gapga ketadigan bo'lsa, tuz hosil bo'ladi. Monokarbon kislota natriy tuzi, kaliy tuzi. Ortiqcha miqdorda ishqor ketadigan bo'lsa, reaksiya o'tkazib SN H2N plus 2 natriy karbonat suv hosil bo'lar ekan. Dedik, mana bu yerda propion kislotaga natriy gidroksid ta'sir ettirilganda 2 mol nima hosil bo'ladi desa, mana bu bo'lsa shu uzilib ketadi. Bu yerda bitta bo'lib mana bu qism bo'ladi. Ya'ni S2H6 plus natriy karbonat suv hosil bo'ladi. Demak, kislotalarga ortiqcha miqdorda ishqor ta'sir ettirib ham alkan olish mumkin ekan. Bu endi 12-usul. Xo'p, 13-usul. Buni ta'kidladik boshida. Monokarbon kislotani monokarbon kislotani o'ziga edi. Endi monokarbon kislotani natriy tuzlariga faqat quruq holatda, eritmali emas, quruq holatda ta'sirlanganda mana bu qism hosil bo'ladi. S3H7 CO natriy gidroksid ta'sirida natriy karbonat S3H8 ya'ni propan olishga erishamiz ekan. Hop, 14-chi reaksiya. SN H2N plus 1 COH karbon kislota. Karbon kislotalarni dekarboksidlantirib karbonat angidrid SN H2N plus olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni yuqorida ko'radigan bo'lsak, reaksiyamiz SH3 COH dan karbonat angidrid metan olishimiz mumkin bo'ladi ekan. Alkanlar olinishda 14-usuli. Xo'p, 15-usul. Grievner reaktivi. Grievner reaktiv bo'lgan moddalarga turli xil sharoitda moddalar ta'sir ettirib alkan olish mumkin bo'lar ekan. Xo'p, bu qanday ko'rib chiqamiz. 15-chi reaksiya A reaksiyalik. SN H2N plus 1 yodid deb ataylik. Agar shu moddamizni suv ta'sir ettirsak, SN H2 magnesiy gidroksiyodid hosil bo'lar ekan. Dedik, mana shu yerda etil magnesiy suv ta'sir ettirganda S2H6 etan magnesiy gidroksiyodid. Xo'p, bir reaksiyamiz. Xuddi shunday shakldagi Grievner reaktiviga biror bir spirt ta'sir ettirganimizda ham alkan olish mumkin bo'lar ekan. SN metil magnesiy. Jadi mana bu yerda aerobik
demak tayyorgarlikni hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi buni davom bor. Buni endi narxga betiga yozaman. Sizlar to'xtatib registrda daftarlarga o'chirib olishlar kerak bo'ladi. A1 endi S registrasi. Hop, yana SN HN +1 magnum yo'lik. Amin tasdiqlasa ham bo'ladi. Shunda SN HN +1 metil spirtazolitsa metan metilamin tasdiqlanganda metan NH magnesium yo'lit hosil bo'ladi. Xo'p, endi ishdan bitta narsani aytib ketishim kerak. Asosiy bo'lsa buni amin tasdiqladim. Bundan oldingi reaksiyamizda suv tasdiqladim. Bunda reaksiyada spirt tasdiqladim. Agar suv ta'sir ettiradigan reaksiya Grignard reaktivini gidroliz qilish. Xo'p, spirt ta'sir ettiradigan bo'lsa Grignard reaktivini nima? Spirt ta'sir alkogoliz deyiladi. Alkogolizm emas, alkogoliz. Gidroliz, alkogoliz, aminoliz deb ataladi. Amin ta'sir ettirilganligi uchun. Endi bu reaksiyamiz nechta reaksiya? 15 reaksiya. Xo'p, 16-chi reaksiya. SN H2+1 CO. Kislota tuzlarini eritmali muhitda suv ta'sirida eritmali muhitda elektroliz qilinishi. Bunda nima hosil bo'ladi desa, mana bu suv tuziladi. Shunda SNH2+ xuddi o'ziga o'xshagan qism bilan bog'lanadi. Ya'ni SNH2. Xo'p, o'rtada qolib ketgan karbonat angidrid natriy suvga ta'sir qiladi. Shunda natriy gidroksidi raski natriy bilan suv ta'sirida vodorod gazi ta'sir. Ana shu shaklda yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi tayyorlaymiz. Mana bunga 2 qo'yamiz. Natriy gidroksid oldiga 2, karbonat angidrid oldiga ham 2 qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi sal kichikroqda misollar yozamiz. Propion kislotaning natriyli tuzi. Agar natriyli tuzi elektroliz qilinganda nima bo'ladi? Etdiki, radikal qism ajraladi. O'ziga o'xshagan radikalni bog'lanadi. Shunda S3 yo'q. SH3, SH2, SH2, SH3. Mana bu yarim, mana boshqa bir yarim. Plus karbonat angidrid, natriy gidroksidi, plus vodorod. Tenglaydigan bo'lsak, mana bu 2. Suv oldiga qo'yamiz. Mana suv oldiga ham 2, natriy gidroksid oldiga ham 2, karbonat angidrid oldiga ham 2. Ya'ni kislota, monokarbon kislotaning to'yingan monokarbon kislotaning natriyli tuzlarini eritmasini elektroliz qilib alkan olish reaksiyasi bo'lar ekan. Hop, endi 17-chi reaksiyamiz. SNH2N +1 CO natriy. Bu ham elektroliz. Faqatgina S suyuqlanmasini bundan oldinga eritmaydi. Endi bu reaksiyamiz
suyuqlanmasi. Unda ham jarayon deyarli bir xil. Mana bu radikal o'ziga o'xshagan qidirib topadi. SMH2 SMH2 mana bu qismdan karbohidrat qildik. Suyuqlanib bo'lganiga ta'sir qiladigan qism yo'q. Karbohidrat 2, natriy bo'ladi 2 bo'ladi. Ekstralik natriy tuzi. Elektroliz qilinganda radikal metil o'ziga o'xshagan ikkita radikalga bog'lanamiz. Mana bu qismdan karbonat anglaydi. Bu qismdan natriyni. Ikkita radikal bir-biri bilan bog'langanligi uchun mana buni qo'yamiz. Uning ichidan chiqadigan karbonatni ikkita radikal qo'yamiz. Bundan chiqadigan natriy soni 2 bo'ladi. 2 qo'yib qo'ysak reaksiyamiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Hop, yana endi alkanlarning olinish reaksiyasini davom ettiramiz sizlar bilan birgalikda. 18-reaksiya. 18-reaksiya juda ham muhim. Juda ham muhim. Shuning uchun oxirrog'iga oldim. 18-reaksiya. Hop, bu qanday desam, monogalagen alkanlarga natriy metalni ta'sir ettirib alkan olinish reaksiyasi. Natriy galagenaz. Bu reaksiya Adolf-Buys reaksiyasi deb ataladi. 18-reaksiyamizni esa chuqurroq o'rganamiz sizlar bilan birgalikda. Hop. Qaraymiz. Adolf-Buys reaksiyasi. Agar radikal galagen bir xil radikallik oldida bir xil galagen bo'lsa, natriy metal ta'sirida mana bunday ko'rinishdagi alkan olinadi. Agar radikallarimiz turli xil bo'ladigan bo'lsa, bunga natriy metal ta'sir ettirilganda nimalar hosil bo'ladi desa, endi bu yerda kombinatsiya bo'ladi. Ya'ni qanday desa, mana bu qism bilan o'zbek alkan, bu qism bilan o'zi birikib alkan va ikkala radikallar ham bir-biri bilan galagenlar chiqib ketgandan so'ng bu ikkala radikallar ham birlashishi mumkin. Galagenit hosil bo'ladi. Agar bundan da sal murakkabroq bo'ladigan bo'lsa, masalan 3 xil galagen bo'ladigan bo'lsa-chi, unda ham shunday shaklda natriy metal ta'sirida nimalar hosil bo'ladi desa, birinchi radikalimiz o'ziga o'xshagan radikal qidiradi. Ikkinchisi R2 bilan radikal turli bo'lgan uchun qilaveradi. Uchinchimiz R3 yana qanday hosil bo'ladi desa, endi mana bunday shakldagi kombinatsiya. R1 R2 endi bunday shakldagi kombinatsiya. R1 R3. Hop, endi bunday kombinatsiya. Yani R2 R3 shaklda zaman bu yerda natriy galagenit ham hosil bo'ladi. Bu ana shu alkanlardagi olinishning Adolf-Buys reaksiyasi. Endi mayli. Bu radikal bo'yicha tushungan bo'lsanglar, haqiqiy radikal, ya'ni metil, etil, propil, ana shu shakldagi radikallar bo'yicha oxir reaksiya qilamiz. Qanday bo'ladi? Masalan, dedik metil xlorid. Metil xloridga natriy metal ta'sir etadigan nima bo'ladi desa, mana bu yerdagi natriy xlorni o'ziga biriktirib olib, natriy xlorid. Yolg'iz qolgan metil radikali o'ziga
Metil radikaldan ikkita bir-biridan bog'liq etan hosil qildimi? Demak, mana bu yerda ikkita metil xlorid ta'sir qilgan. Ikkita xlor bo'lgandan keyin mana bu yerda natriy xlorid ham ikkita. Xo'p, natriyimiz ham ikkita bo'lar ekan. Endi shu yerda bizga beryapti. Metil xlorid va etil xloridlardan foydalandi. Va bunda qanday reaksiyasi hosil bo'ladi desa, birinchi ko'ramiz. Ya'ni bu ikkala modda ham bir struktur. Endi unga biz hozir bitta yozganim bilan o'sha molekulalar soni juda ham ko'p bo'lganligi uchun metil xloriddan juda ham ko'p miqdorda, etil xloriddan ham juda ham ko'p miqdorda. Ya'ni bu degan faqat metil bilan bog'lanadi, etil bilan bog'lanadi degani emas. Metil bilan bog'lanishi ham mumkin. Metil bilan ham, etil bilan ham bog'lanishi mumkin. Shunda metil xloridi natriy ta'sirida etan va natriy xlorid. Endi etil xloridi natriy ta'sirida natriy xlorid. Endi bular o'zi bilan o'zi asosida uchrashib qo'ygan holatda endi bular alohida bir-birlari, ya'ni metil xlorid plus etil xlorid plus natriy metal. Unda metil va etil qismlar SH3 Demek, metil xlorid va etil xloridlardan foydalanadi. Nimalar hosil bo'ladi desa, etan hosil qilish mumkin ekan. Butan hosil qilish mumkin ekan. Propan hosil qilish mumkin ekan. Endi bu reaksiya hozir tenglamadim. Aynan o'qishda so'rash mumkin, domla nimaga tenglamadingiz deb. Birikadi. Jarayonni tushundinglar degan umiddaman. Hozir bundan-da sal murakkabroq bo'lgan moddalarni hozir birga ko'ramiz. Sizlar bilan birga qanday bo'ladi o'sha ishlar. Dedik, sizga beradida 3-lamchi butil xlorid deydi. Ya'ni 3-lamchi butil xlorid va izopropil xlorid deydi. 3-lamchi butil xlorid va izopropil xloridlardan foydalanib qanday alkanlar hosil qilish mumkin deydi. Xo'p, buni oson usuli bor. Juda ham sodda. Ko'pchilik ham biladi. Endi nima qilamiz desa, reaksiyaga o'xshatmas. Natriy, hayolan natriy bor bizda. U xlor bilan ta'sirlashadi. Gentleman xlorida natriy yozganman. Bu endi hamma xlorga ta'sir qiladi. Dedik, mana bu natriy xlor bilan olib chiqdi. Hozir tasavvuran xlor yo'q. Xo'p, bu endi qanday bo'ladi desa, mana bu moddani o'zimiz tasavvuran sekin quramiz. Ya'ni mana bu shekilda bo'ladi. Ya'ni mana bu qismda burdida mana bu shaklda. Endi xuddi shu moddani oynaga qaragan holda yozamiz. Ya'ni oynaga qaragan holda. Endi bularda xlorlar chiqib ketganda, yarimtadan bog' hosil bo'lgan, ya'ni yarimta bog'lar o'rtada bog'lar hosil bo'ladi. Ya'ni 3-lamchi butil xloridimizdan mana bu moddasini isitish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bu moddamizdan esa bunda ham natriy ta'sirlashgan, ya'ni xlor chiqib ketsa bo'lamiz. Endi bir kishini osonlashtirish uchun mana bu metil qismini tepagi qismga bo'lsak, mana bu bunday baqib o'tadi.
Shuni mana ichiga o'tib qoladi. SH3 SH shunday deymiz. Mana bu yerga o'tdi, xlorda chiqib ketgan yarimta bog'i bu qismga o'tyapti. Endi xuddi shuni ham oynaga qaragan holatda. Mana bunday holatda. Faqat shu hosil bo'ladimi desa, yo'q. Haliginda aytdiki, faqat bu o'zi bilan o'z uchrashib qoladi degani emas. Faqat bu o'zi bilan o'z uchrashib qoladi degani emas. Bu ikkalasi ham bir-birini to'qnashib qolishi mumkin. Shunda qanday hosil bo'ladi desa, buning asosiy qismi mana bu qismida. Bu asosiy qismi mana bu qismida. Endi ikkalasini birlashtirib qolamiz. Ya'ni bu qismni o'rganamiz. SH3 SH3 shu qism. Endi SH3 Ko'rgan bo'lsanglar, tushungan bo'lsanglar, bu yerda turli xil alkanlar hosil bo'lar ekan. Ya'ni sizlar so'raydigan narsasi nima bo'ladi desa, uchlamchi butilxlorid va izopropilxloriddan foydalanib hosil qilingan alkanlar tarkibidagi palonchi-lamchi uglerodlar soni nechta yoki pistonchi-lamchi uglerodga birikkan vodorодlar soni nechta? Masalan, so'rashim shu yerda. Uchlamchi butilxlorid va izopropilxloridlardan foydalanib hosil qilingan alkanlar tarkibidagi birlamchi uglerodlar soni nechta ekan? Yoki mana shu yerda olingan alkanlardan qaysi hosil bo'lmaydi? Siz albatta hosil bo'ladiganlarni yozishingiz kerak bo'ladi. Yozib har bittasini nomlaymiz. Nomlangandan so'ng javoblarga qaraymiz. Albatta bittasi to'g'ri kelmaydi javobimizga. Shunda siz to'g'ri xulosa chiqarishingiz kerak bo'ladi. Tushundinglar degan umiddaman. Sizlar bilan Murodjon Nabijonov bo'ldi. Rahmat.